Oho, hosillar вообще такой pishgan, hozir chiqib ishlash kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni yangi videoimda sizlar bitta videoni xo'rgach ko'ringlar. Chunki bugun qishloqda juda ham qiziqarli voqealar bo'ladi. Qanaqadir mehmonlar kelar ekan qishlog'imizga, lekin qanaqa mehmon kelishi menga noma'lum. Bu o'zi hammaga noma'lum, u bilmadim. Mayli, hozir birinchi polizdagi ishlarni qilib olish kerak. Keyin u mehmon keladimi yo mezbon keladimi farqi yo'q. Ular bilan keyinroq gaplashib ko'raveraman. Hozir esa polizni top-toza qilib olishim kerak. Ya'ni hosillar juda ham ko'p pishgan, sir hosil polizim bor, o'shani tozalashtirishim kerak birinchi o'rinda. Xo'p, bir chekkasidan boshlashim kerak. Janob mer telefon qilyaptimi? Alo, eshitaman janob mer. Jo'xa, tez yorib ketib kel, senga ish bor. Mayli, hozir yetib boraman. Xo'p, tezroq kel iloji boricha. Qishloqqa mehmonlar kelar ekan. Bilaman kelishini. Bo'pti, tezroq kel. Xo'p, tezroq boraman hozir. Mayli, xo'p dedim-u, xo'p. Tak, mayli, polizimdagi ishlarni qilib olayin, keyin borib kelaman albatta. Aytdim sizlarga, ko'rdinglarmi, mehmon keladi dedimmi? Keladi mehmon. Jo'xa har doimgidek xizmatda, nima ham qilardi boshqa? Hozir boraman, nimadir ishlarni buyurib tashlaydi. Aynan nima ish buyurishini hali bilmadim. Tak, men yerda bitta norvoncha qo'yib qo'yibman. Norvonga shuni yugurib borib bitta ilashaman, o'tib tushaman, shunda voy. Mana shu buzilmasligi uchun shu norvonni, voy. Shu buzilmasligi uchun norvonni qo'ygandim, lekin baribir buzilib qolyapti. Lekin tushunmayapman, qanaqasiga buni o'tilardi. Oldin o'tardimi, nimaga o'tmayapman endi? Baribir, короче, texnologiya bo'lish kerak edi, lekin obbo, mayli, nichivo, oddiy turaversin. Men zo'rroq qilaman deb o'ylagan edim, ammo o'ylaganimdaqa bo'lmadi. Mayli. Xo'sh, mana bu yerda bitta sabzi qopti. Sabzichani olamiz deb hammasini tak ekib tashlaymiz. Keyin kartoshkalar bor. Kartoshkalarni ham ekish kerak. Keyin yana nimalar bor edi? Faqat sabzi bilan kartoshka eksam ham bo'laveradi o'zi. Ammo bug'doyni ekmasam ham bo'ladi, chunki unaqangi ko'p foyda olmayapman bug'doydan. O'zi non qilardim-u, 2-3 ta nonga yetyapti-yu. Bo'ldi, kerak emas. Nonni do'kondan sotib olsam ham bo'layotgan holatga kelib qolgan o'zi. Hozir bu hosil poliz ekinlarni soliqqa o'zi to'lashim kerak. Asbob uskunalarimni olib olishim kerak bu yerdan. Janob mer qanaqa ish buyurishini hali so'rab ko'rmadim-u. Mana shu eshikdan kirish biroz g'alatiroq, qiyinroq. Tak, toporni olsam, voy, qayoqqa ketyapsiz? To'xta. Bo'ldi, topordan bittasi yetadi. Bo'ldi, все, mana shuni olib borsam o'zi yetib qoladi. Lekin qanaqa ish buyurishini so'ramabman telefonda. Telefonda aytmaydi, baribir kezing aytaman deydi janob mer. Nimaga aynan shunaqa xarakteri janob merda bilmadim. Xo'p, janob mer o'zining ishxonasida, lekin ishlamayapti. Mashina qayerdan kelib qopti? Menimcha mana bu mashina bilan kelsa kerak mehmonlar. Kelgan bo'lish kerak. Qanaqa barchaga assalomu alaykum. Janob mer, sizga assalomu alaykum. Va alaykum. Va har doim barchaga deb o'rganib qopsan, obunachilaringga hammaga deb. Shunaqa ko'p video olyapman. Bir kunda 4 ta 5 ta video olyapman. O'shanga men ham sal chalkash bo'lib qolganda. Yaxshi ko'rding, mana eski binoni ta'mirlash kerak. Qiyin, uni qila olmayman men. Oyligingni ko'tarib beraman, ko'proq pul olasan. Qilib bergin. Yangi mehmonlar kelar ekan, ya'ni yangi youtuberlar. Mayli, unda hozir ishni boshlayman. Men senga ishondim. Uyning yonida yashikda narsalar bor, o'shalarni qo'y. Xo'p. Bitta yashik ko'rinyapti yonida. Qanaqa narsalar bor ekan ichida bilmasam. Bu yerda qanaqadir eskicha bino, bu binoni nima qaytadan buzib turib, qaytadan qurish kerak ekan? Buncha bloklarni olib kelib tashlagan janob mer menga. Hozir uyimdan bitta qilich olib kelish esimdan chiqqan ekan. O'rgimchak to'rlarini yo'q qilish uchun. Hozir o'shani ham hal qilib yuboraman. Tak, bir amallab kirib olsam, mana shu tak qilich mana bu yerda ekan. Voy, tushib ketdi. Okey, olib qo'yamiz. Bo'ldi, все. Ana endi yopaman. Va bitta qo'limda qilich, bittasi tapor urushga ketyapman desam, yo'q, urushga borish nasib qilmasin iloyim, chunki urush bo'lmasin, doim tinchlik bo'lsin, tinmay tinchlik bo'lsin. Xo'p, ishni boshlaymiz. Qilich bilan birinchi o'rgimchak vachchalar, turvachchalarni olib tashlayman. Bu yerda esa mana bunaqangi nomi nima edi? Nomini bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Meni esimdan chiqqan shekilli. O'to'lanlarni olib chiqaman. O'to'lanlarning nomini bilmayman, lekin qanaqadir nomi bor edi, shularni ham bilmayman, lekin nomi nimaligini. Aniq sizlar bilsanglar kerak, obunachilar, sizlar aqllisizlar, sizlar zo'rsizlar, sizlardan zo'r yo'q. Sizlarga paxta qo'ymayapman, rostini aytayapman.
Hop, tak. Endi mana bunaqa rangi boshqacha bo'lgan nimalarni olib chiqaman. Bloklarni, taxta bloklarni. Bu yerda yer blok ham bor ekan. Nahotki hamma narsani bir-biriga aralashtirib tashlagan bo'lsa, mana bu blokdan joy-joyiga qo'yib chiqaman qaytarib. Oq tanli blok. Ya'ni bu oq tanli deganim bilan bu odam emas-ku, tanli bo'lsa. Bu shunchaki bloklar. Mana bu polmas patologni nimaga bunaqa qilishgan hayronman. Mayli, tak, mana bu yerga tosh qo'yiladi va o'ta go'zal. Mana bu yerga bitta qo'yaman, eshik tomondan chiqib turib hozir bir ikkita qora bloklarni olib chiqsam mana bu yerdan. Xo'p, buni olib tashlaymiz. O'ta go'zal uy chiqadi, lekin qarab turinglar, hozir ko'rasizlar, juda chiroyli bo'ladi. Okey. Mana bu o'to'lanlarni keyinroq olib chiqaman. Buni ham hozir olaman. Bu yerda ham o'to'lanlar bor ekan, rasvo holatda kelib qolgan, rasvo holatga. Mana bu o'rgimchak to'ri ham ortiqcha bo'ldi. Все, keyingi tomondagilarni ham olsam bo'ldi va bo'ldi. Xo'sh, tosh ham bo'lsa kerak o'sha yashikning ichida. Mana bu yerda bitta yer blok ortiqcha qo'yilgan ekan. Nimaga toshli joyga yer blok qo'yib ketgan bilmam. Mana tak, mana bu yerdan kerak emas narsalarni olib qo'yayin hozircha. Mana buni ichida tosh bo'lishi kerak. No, tosh haqiqiy toshdaqa tosh emas ekanda bu tosh. Bunaqa toshni qo'ysam sal g'alati bo'lib chiqadi. O'shaning uchun okey, hammasini birdaniga o'zgartirib chiqdim. Bu tomonni ham mayli o'zgartirib chiqar ekanman, o'ylab qarasam. Xo'p, tak. Okey, cho'tka. Bu tomonlarni ham xuddi shunday qilib chiqaman. Shunda bir xil bo'ladi. Lekin menga oddiy обычный tosh jo'natishganga juda ham zo'r bo'lardi. Ya'ni janob mer buyurtmani faqat oddiy toshga buyurtma berganda juda ham ajoyib bo'lardi. Lekin bunaqa toshga buyurtma bergan janob mer, hayronman. Nimaga pulini ko'p sarflab borgan? Tentakmi? Yo'q, tentak emas. Garangmi? Nima bo'lsa ham mayli. Nima ham deyman? Nima ham deya olaman janob merga? Xo'p. Okey, yaxshi. Tak, bu tomonlar hammasi joyida. Bo'ldi. Ana endi tak, bu yerdan kerak emasini olib qo'ysam, mana bu narsalarni olib hozir ikkinchi qavatdagi ishlarni qilib chiqaman, tushaman. Hozir ikkinchi qavatga chiqish kerak birinchi o'rinda. Narvonni qayerdan qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerdan qo'ysam ham bo'laveradi, farqi yo'q. Tak, okey. No, bu yerdan qo'yganim bilan chiqib bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu tomondan qo'yish kerak, chunki mana bu zinalar bor-ku, ya'ni shifer, tom qismidagi shifer chiqishga qo'ymaydi. Mana bu yerda bunaqa joy bo'lsa, bemalol chiqsam bo'ladi. Yana o'rgimchak to'rlar, yana bularni olish kerak. Normalli. Xo'p, mana bu qora blok, qora tanli blok yaramas. Buni olib tashlaymiz. Buni ham olish kerak, buni ham olish kerak. Tak, mana bularni ham bu yerdan suringlar deyish kerak. Survormasanglar bo'lmaydi deyish kerak. Tak, yana qanaqadir sariq bu bu qanaqa narsa tushunmadim. Qanaqadir eshikmi? Texnologiya. What the? Bu yerda qanaqadir seyfmi, nimadir bor ekan bu yerda. Tushunmadim. Bu qanaqa narsa ekan? To'xtanglar. Bu tushunarsiz. Bu qanaqa seyf? Tushunmadim. Oho, oltinlarmi? Nahotki shuncha oltin bo'lsa, men boyman, azizlar, men boyman. Men boyman, olamiz uchalasini ham. Bo'ldi. Ana endi men buni olib borib qayergadir yashirib, shuncha oltin, qaranglar. 18 ta oltin, tasavvur qilinglar, 18 ta quyma oltin. Men buni hozir bu yerdan olib ketishim kerak. Mana bu eshikni ham olsam bo'ldi. Buni boshqa joyga olib borib qo'yish kerak. Bu yerni shunchaki yopib yuborish kerak. Hech kim bilmasin bu yerda nima bo'lganini. Bu yerga men oddiy ishladim, ya'ni janob merning buyrug'iga asosan ishlayapman. Menga janob mer keyinchalik pul beradi. Mayli, farqi yo'q. Tezroq qilish kerak. Tezroq oltinlarni borib qayergadir yashirib kelishim kerak. Yo. Nahotki boyigan bo'lsam, nahotki men boyman. Yo, dahshat bo'ldi, borib. Hech kutmagandim bunaqa dahshat oltinlar chiqib qolishini, to'g'risini aytsam. Mana bunaqa toshdan qo'yib yuboramiz bu yerga. Okey, yaxshi. Bu yerga bitta zinachani ildirib yuboramiz. Mana bu yerda bir nechta zinalar bor bo'lishi kerak ekan, lekin yo'q ekan. Okey, narvonlarni olaman bu yerdan. Menimcha hamma yo'qni qilib bo'ldim. Kamchilik bu yerda oynalar qolibdi. Oynalar va ichidagi narsalarni ham qo'yib chiqish kerak. Oyna qo'yib chiqaman hamma joyiga.
oltinlarni keyingiz yashirib kelaman. Yo'q, hech kim ko'rmagan bo'lsin. Hech kim ko'rmadi. Ko'rganlar bo'lsa aytinglar. Hozirda o'ziga senlarni rozi qilaman. Pul beraman, nimadir qilib rozi qilaman. Xullas ko'rmadim deyish kerak ular. Qanaqasiga ko'rganini ko'rmaganini aytish uchun, ya'ni ko'rganini ko'rmadim deyish uchun ularga ko'proq pul berish kerak. Nu bu 18 ta quyma oltinni sotadigan bo'lsam, kamida $10,000 pul bo'lib qolsa kerak. 10,000 yo'q, u qanaqa 10,000, 100,000 bo'ladi axir. Men adashayapman. Men gapimga ishonmanglar. $100,000 tasavvur qilinglar, 10 ta mashina olsa bo'ladi. Yana nimadir narsalar olsa bo'ladi. Tak, bu kerak emas, bu kerak emas. Hozir mana eshik deraza balobatda taqir-tuqir narsalar qo'yib chiqish kerak bu yerga. Bu narsalarimni ham olib qo'yayin, chunki qo'yiladigan narsalar birinchi olib qo'yay. Oltinni olib qo'yamiz. Bizga oltinni hozir keragi yo'q. Chunki uni kimdir ko'rib qolsa aytayapman, u dabdala bo'lib ketadi, hamma yo'q. Mana bu shkafmi? Bu shkaf ekan. Shkafni shu yerda qoldiraman. Ya'ni bu shkaf kiyim javoni, oddiy javon. Tak, mana stulchani berib qo'yamiz. Mana bu ovqatlanadigan stol. Stol shu yerda turibdi. Ana menimcha chiroyli turibdi, to'g'rimi? Buni esa shu tomonga qo'yib qo'yaveramiz. Mayli, farqi yo'q. Tak, ana endi hammasini menimcha qo'yib bo'ldim. Qo'limdagi narsalarni bu yerda qolmadi hech narsa, bu yerda ham hech narsa qolmadi. Nahotki eshik bo'lmasa-ya? Eshik yo'q, zina bor ekan. Bu yerda zina qo'yib yuboramiz. Birinchi bu yerga bitta takoy eshikka ko'k eshik berishganda aytgancha esimdan chiqibdi. Bo'ldi. Yotoqlarni o'zlari olib keladimi, yo'qmi bilmadim. Men bu yerdan kerak emas narsalarni olib qo'yaman. Tak. Bo'ldi, все. Ana endi ketdim. Uyimni yoniga borib, mana bu narsani qayergadir yashirishim kerak, lekin qayerga yashirsam bo'ladi? Mayli, hozir janob merga ishni qilib bo'lganimda aytib ketayin. Janob mer, ishlar tugadi. Ketsam bo'ladimi uyimga? Ha, bemalol boraver. Aha, bo'pti janob mer. Yangi mashina. Mana shu mashinada menimcha kelishsa kerak. Bilmadim. Qayoqdan keladi, qachon keladi, u menga noma'lum. Menga aytgani yo'q, chunki janob mer balki keyinroq aytar. Uni hali o'zi biladi. Men esa hozir mana oltinlarni qayergadir yashirishim kerak. Hozir mana shu yerda kravatimni tagida joy ochaman. Mana shu yerga yashirib qo'yaman. Shunda hech kim ko'rmaydi. Hech qanaqa jitel ham boshqa ham ko'rmaydi. Yana bitta ochamiz va seyf qani edi? Da, seyf shu yerda turibdi. Kirkani mayli, podval quraman. Hozir bitta kichkinaroq o'sha podvalchani ichiga joylashtirib ketsam ham bo'ladi. Obbo, narvon olib kelmabman-ku. To'xtaylar-da. Okay, bu yerni yopamiz, ochamiz, yopamiz, ochamiz. Va takoy. Bu yerni tosh qilamiz. Tak, mana seyf. Seyf ichiga oltinlarni solamiz, eshikni qo'yamiz. Mayli, kravatni mana shunaqa. Voy, ochilib ketdi. To'xta, hozir. Yopilib tur-da-san. Tak. Obbo, nima qo'yilmayapti buni ustiga? To'xtab tur hozir. Buni voy. Chuma, bo'ldi mana takoy. Yopib qo'yish kerak endi qaytarib buni. Tak, yopil. Obbo, nima bunaqa qilyapti? Bo'ldi mana takoy. Bilinmaydi, ko'rinmaydi. Короче, ana endi millionlarimni shu yerga yoshirib qo'ydim. Hech kim ko'rmaydi ana endi. Mana esa endi o'tirib televizor tomosha qilamanmi soat 7. Chuma. Hali endi ertalab bo'ldimi? Men turgan qachandi. Короче, obunachlar keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va kanalga albatta obuna bo'linglar.